Allah. Ya Allah. Yazıkom degende. Endilikte hoş haberden artık hoş haber. Yani dereceden artık hoş haber. Şundaq deymiz, vatandaşım bu hoş haberden. Bilseniz bak. Ötken çarşamba mı, paşamba hem Avam Palatası Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Keyinli Kengash Palatası Uyg'urlarni majburiy emgakka silish oldini olish yoki cheklash qonun loyihasini tasdiqlagan edi. Tunigan 23-kunida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bu qonun loyihaga imzo qo'ydi, qonunga aylandi. Mazmunlarni ko'rib bo'ldinglar vatandoshlar. Men endi sizlarni vaqt ichida, bir vaqtning ichiga so'rab ko'rib, vaqt ichida tahlil qilib boqaylik, birliksiz bilan vatandosh. Men hozir so'zildim birliksiz, ya'ni 1991-yil 12-oyning 25-kuni Rossiyada Gorbachev iste'fo berdi, prezidentlikdan va Rossiya Bolshevistik partiyasi yemirildi. Yani ben onu düşündürüp dedim ki, nime dedim, mustamlika sistemisi yemirildi. 30 yıllığı könede, 30 yıllığını hatırlaş könede, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Uyg'urlarni majburiy emgak silishdan oldini olish qonuniga imzo qo'ydi. Bu kanun nime? Arlıqda ben sizlerge bir sözlügentem vatandaşım. Bu kanun del üzerlik genocide. Kırgınçılık degen bu ibarımız sözün üstüge koyulgan kanun, tüzülgen kanun bolması mı? Lakin şu genocide kırgınçılıkın en büyük alayidiligi mecburi emgek silish. Şanımız mı? Mecburi emgek silish. Ya da ölüm yetimi buludu. İhsat yetişmeydiğin iş mi buludu? Bala-chaqalar qul buludu, Uyg'urlar qul buludu. Muşundaq bir cemiyet aslında, muşundaq bir zo'ravonlik aslında. Onun da tiniq bo'lsalar, hayotlik bo'lsalar, shu tiniq, shu hayotlik bilan o yaşaydı. Vatandaşım qaysarlik bilan qarshilik ko'rishdi, bu yaşaydı. Men dedim hozir Christmas bayramining harf kunida. Mesela 12-oyning 25-kuni bayram kunining harf kunida bu qonunga imzo qo'yib prezident Joe Biden bu qonunni rasmiy kuchga va qonunga aylantirdi vatandaşı. Bu yerda yana bir nayt sirliq bir hikoya bor. Masalan 69 taxminan 70 yil Rossiya Bolshevistik partiyasi diniy e'tiqod erkinligiga dini itiqat erkinligiga qarshi turib keldi, cheklab keldi ve bunun için bunu cinayetga aylantirib butun sotsialistik Rossiyada dinga itiqat qilguvchilarni jazolagan edi. Ko'ring, ama taqdirini o'rinlashtirish uchun. 91-yil 12-oyning 25-kuni Christmas bayrami, dal shu Hristiyan dini bayrami otliq bayram kunida Rossiyada yemirilish, mustamlika imperiyasi yemirilish yuz berdi. Sen dini e'tiqodni yo'qota olmading. Lekin dini e'tiqod oxirgi seni yo'qotdi degan. Babar. Ikkinchisi, mushu yilning 5-ida esingizda bor vatandoshlar tunigilli so'zildi. Bir topsa, bir qadam bir bo'sug'i. Mushu yilning 5-ida 1-oyning 19-kuni sobiq Prezident Trump'ның Davlat İşler Katibi Antony Blinken genocide. Uyg'uristonda Xitoy bu mustamlikada Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik siyosati yurgizdi. 1-oyning 19-kuni bir topsa dedim. Bir g'arish, bir ata dedim. 20-kuni Oqsaroyda Prezident Joe Biden qasam bilan vazifaga o'tadi. Qasam bir vazifaga o'tadi vatandosh. Arkadaşlar, Devlet İşler Katibi Antony Blinken biz avvalgi hükümetin bu hükümünü, bu xulos tariqasiz o'ttirib qo'yilgan bu fikrni qabul qilamiz, davomlashtiramiz dedi. Haqiqatan davomlashtirdi. Men tunigillardan sizlarga so'zildim vatandoshim. Bu yil 7-oyning 13-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat İşler Mahkamasi hukumat, tushundingizmi? Hukumat Epopiya, Habeşistan degandek devletler qatardı. Jungo Kompartiyasi ve Jungo hükümetini kırgınçılık,
irqiy qirg'inchilik yuz berayotgan davlat va yuz berish ehtimol texmi ig'ir davlat deb bekitdi vatandosh. 7 ayning 13 kuni. Shundaqmi ya? Shundaq bekitdi. 1 ayning 19 kuni, 7 ayning 13 kuni, 12 ayning 25 kuni, bugun endi tunigun 23 kuni Prezident Joe Biden bu kanunga imza qo'y. Belki siz deysiz bunun neticesi qana deysiz. Belki men deymen güldür va yağmur yok işmi bu deymen. Çünkü siz taqazzosiz, biz taqazzobuz vatandaşı. Her bir Uyghur taqazza bu işe ahir netice çıkış gerek deb taqazza bo'lyapmiz vatandaş. Endi vaqt mushundaq tizilib keladigan bo'lsa, bu vaqtning mushundaq tizilib kelishning oxirgi cheki nada? Siz biz bunu bilmaymiz. Belki Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati o'zi bilishi mumkin. Buning uchun hozir men tayyorlayapman. Mushuning imzo qo'ygan kuni 23 kuni Javlijan demdi Jungo'ning bayonotchilari, hukumatlari chichongishib ketdi vatandaş. Yaman eg'irib ketdi, chichongishib ketdi. Mushu qonunlar ma'qullanib, o'tirg'i chiqib davlat majlisida Prezident Joe Bidenning oldiga kelguncha vatanda Uyg'uristonda oliy maktablarda yezi qishloqlarda o'rganish uyushtirib, Amerika jahongirligi undaq, Amerika jahongirligi mundaq. 50-yildagi Çavuşa urushidagi shoirlarni tovlashga boshladi. Xitoy o'ltiranmay qoldi. Xitoy o'ltiranmay qoldi. Jimni bosgan gilamning ustida o'ltirib qoldi gapning o'chig'ini aytgan, jimni bosgan, jini qo'ygan gilamning ustida o'ltirib qoldi. Bu Xitoy uchun endi oldimizda hozir bo'layotgan gaplar siyosiy o'zgarish, bu o'zgarishlarning boshdan qarab Üzemli sözünü dep geldim vatanda Xitoyda o'zgarish qila oladigan o'g'il bola bo'lmaydi. Qarab beqinglar kava. Ashibijik birini biladi, siyosiy o'zgarish chiqamdi. Bunda chiqmaydi. Lekin o'zaro ziddiyat bilan yaqinlashadigan ish o'tirg'i chiqadi bu. Muqara. Tashqarqa besem kuchaygan siri o'zaro yaqinlashadigan ish Xitoyda bu odat. Ching'iz Xon davridan hozirgacha kelayotgan odat o'ti. Shuni kutib turaylik. Bugun yana nima xabar keldi uni qaraylik. Hozir shuni so'zlab bo'g'ib butun badanim to'g'ri et bo'lib titrab bu qiziyotgandek qilaman vatandosh. Hozir maska tatay degandim, uydagi bolalarga yiqib qolmasin deb tatmabdiman. Diqqat, hammanglarga diqqat. Hammanglar aman bo'linglar vatandoshlar. Men sizga vaqtning ichiga qo'yib imzo qo'yish. Men shuning bilan sizga bugun shuni aytmanki, unutib qoldim bir jumlani. 1 ayning 19 kunini eg'iz oldim sizga. 12 ayning 23 kuni o'zingiz ko'rdingiz, eg'iz oldim sizga. 2021 yil Amerika Qo'shma Shtatlarining kishilik huquq tashqi siyosatida, davlat majlisida va Oqsaroyda bu yil Uyg'urlar kishilik huquq kuni Uyg'urlar yili 2021 yil Uyg'urlar yili bo'ldi desangiz xatolashmaysiz vatandaşlar. Biz ham xatolashmaymiz. Muborak bo'lsin Uyg'ur vatandoshlar.